qilib qo'yganman. Har ro'z 5 vaqt namozni ichida o'qiysanki, alhamdulillahi robbil alamin deydi. Buning ma'nosini bilgining deydi. Ar-Rahmanir Rahim deydi. Buning ma'nosini bilgining deydi. Maliki yawmiddin deydi. Buning ma'nosini bilgining deydi. İyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Buning ma'nosini bilgining deydi. Sura-i Fotihani lafzini bilmaymiz, ma'nosi ko'z olgan. Va salmonmiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilar, bir zamona keladi mardimning o'rtasiga sirf islomda ot qoladi. Nima, musulmonmisan? Ha, musulmon emasman. Kalmangizni o'qing, valo tavs qo'yma. Kalmani say bilmaydilar. Inam siz shu sha'or mullaringizdan gaplamoqqa shuru. Bir qaysi mehmonxonada o'ltirgan. Katta odam. Hoji soch sarlay o'ralgan mehmonxonani to'rs bulbulday sayraydi, go'u mulladan go'mullar. Mana aytdim, "Hoji muhtaram, ehtiromingiz bor, ammo sabrim lavriz bo'ldi. Bas qil." Shular mana aytdim, shohid. Kalimangizni o'qing, ma'no qiling. Agar bilsangiz, mana xonim sizga halol. Mana aytdim. Kalmangizni bilmaysiz, mulladan nima xabaringiz bor? Qur'ondan nima xabaringiz bor? Oq ko'laydi kiyimiz mardim ko'ziga torfa og'rimiz. Xitiki dinni biz bilmasak avlodlar nima o'rgan? Bu dinni mas'uliyat, bu Qur'onning mas'uliyati birodarlar, siz javonlar. Ey javon tabaqa birodarlar, siz bizlarning ko'zimizda nuri. Sizga bizni ehtiyojimiz bor va sizda ham bizga ehtiyojimiz bor. Ulamo misoli guruh. Shu guruh o'chib qolsa, hech kimni ko'rmaydi. Mulla bo'lmasa, inson insoniyatlikda bilmaydi, shaxsiyatlikda bilmaydi. Nikohni o'rgandik, halol va haromni o'rgandik, mahram va nomahramni o'rgandik, joiz va nojoizni o'rgandik. Mulla sababli o'rgandik. Mulladan o'rgandik. Maktabdan bo'larday bo'lsa, 10 yillar maktab o'qiganman. Ammo o'rdan o'rganib bilganim yo'q, chunki ustozlarim aksari bilmaydi. Mavzuum diniy emas deydi. Mushkil cho'rgaydi. Xafa bo'lmasinlar. Insonga avval din farz. Qur'on farz. Qur'on vojib. Qur'onni o'rganishlik, o'qishlik vojib. Allohning boshqa g'azabi insonga kerak emas. O'z kalomini o'qishlikdan mahrum qo'yibdi, o'qolmaymiz. Bundan o'tar Xudoning katta g'azabi yo'q inson uchun. Bizlar aytib o'tirmaylikki, meni tanim sog'lom, javonman, falonman. Xudoning eng katta tarin g'azabi u insonning ustigaki Allohni yuborgan behtarin kitobini tilovat qila olmaydi. Shundan o'tar katta g'azabi ilohiy yo'q birodarlar. Mundan katta Allohning qahri yo'q birodarlar. Kimki Allohning kitobini o'qa olmas, kimki Allohning kitobini bilmasa, afsus bizlarning holimizga. Qachon javonlarimiz bidor bo'lar ekan? Qachon bu sher mardi maydonlar endi Allohu akbar deb na'ra urib chiqar ekanki, biz dinmiz va biz ahli dinmiz. Bizning ota bobolarimiz din uchun hamma narsasini qurbon qilgan deydi. Endi kamarbasta har mahfillarga endi biz ulamo bilan sona qibol va qibol qadam uramiz. Endi bu din uchun sahoba-i ikromlar parcha bo'lganida, ammo afsus holimizga imomul anbiyo, sayyidul anbiyo, faxri mavjudot, sardor du jahon, oqoy Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Alloh taolo aytadiki, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, baland ovoz bilan bir salovat aytinglar. Sallallohu alayhi va sallam. Baland ovoz bilan sallallohu alayhi va sallam.
Endi Alloh taolo aytadiki, ey Muhammad, hop tavajjuh bo'lingki, bugun Quraysh Makka, endi mushrikin Makka sizni nodid oladi, goh tosh bilan uradi, goh desangiz tepadilar, goh bo'g'ib boshlaydilar, goh sanfarron qilib boshlaydilar, goh sizni qatl qilmoqqa naqsha oladilar, goh sizni yo'qotmoq uchun endi naqsha oladilar, goh sizni sajda qilganingizda boshingizga endi tevalarni qarni keltirib taylaydilar. Ey sayyidul anbiyo bo'lgan Muhammad, agar sizni xalq qilmasadim, agar xalq qilmasamidim, na Odam alayhisalomni xalq qildim, na Hazrati Nuh alayhisalomni xalq qildim, na Hazrati Ibrohim alayhisalomni xalq qildim, na Hazrati Musa alayhisalomni xalq qildim, na Hazrati Isa alayhisalomni xalq qildim.